u meni sevadi, men uni sevaman, xotini o'lib ketmaydimi, u baribir meni deydi, ko'ngli yo'q xotinida. Yoshligimizda qo'shnimiz xotin juda ko'p janjal qilardi. Farzandlari biznikiga kirib quloqini mahkam bekitib o'tirishardi. Ota-onasi bir-birini haqorat qilayotganini eshitmaydi. Vaqtlar o'tdi, ota ketdi. Oyda yilda bir kelganida bolalari o'ynab kulardi otasi bilan, ketganida ichkib uchalasi tapillab kasal bo'lib qolardi. Onasi oyimga ukol qilishga olib chiqardi, foydasi yo'q, bolalar shamollamagan, kasal bo'lmagan, otaga ichkib kasal bo'lib qolgan. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin ikkita kattasi kattaroq bo'ldi, kichkinasi hali ham kichkina edi. Har doim ota kelganda kichkinasini issig'i chiqib qolaverardi ketgan paytda otani sog'inchidan. O'shaning uchun hurmatli xotinlar, birovi sevasizlarmi, kelishmayapsizlarmi, ajralasizlarmi, farzandlarni ozgina katta bo'lishini kutinglar. Ularga juda ham og'ir keladi. Ayniqsa kichkinalarga ichish nimaligini bilmaysizlar. Yosh bola yomon ichkadi. Kasal bo'ladi, o'zini o'nglamaydi. Bir-biriga sevgilarni tushunmaylar, o'rtadagi farzandni tushuninglar, bo'ldi.